Mana bugun 2026-yil 11-mart kuni Urganch davlat pedagogika instituti tomonidan tashkillashtirilgan texnologik ta'limda mutaxassislik fanlarini o'qitishda zamonaviy yondashuvlar va mavjud muammolar va ularni bartaraf etish to'g'risidagi konferensiya bugungi kunning dolzarb masalalarga qaratilgan bo'lib, bu konferensiyada bir qancha olimlarning ishtiroki aynan mana shu mavjud muammolarni yechim topishiga dasturlanma bo'ladi deb o'ylaymiz va mavzular dolzarbligi aynan texnologik ta'limdagi yechimni kutayotgan muammolarga yo'naltirilgan bo'lib, professor o'qituvchilar tomonidan juda chiroyli ochib berilishga harakat qilindi. Mana shu jumladan shu konferensiyada o'z ishtirokim bilan raqamli texnologiya sharoitida mutaxassislik fanlarini o'qitishda onlayn ta'limning muvaffaqiyatlari, yutuqlari to'g'risida o'z fikr mulohazalarim bilan o'rtoqlashdim, takliflarimni berishga harakat qildim va bu berilgan takliflar, aytilib o'tilgan muammo yechimlari kelajakda shu texnologik soha yo'nalishida mutaxassislik fanlarini o'qitishda ancha yordam bo'ladi, qo'l keladi degan umiddaman. Va bu mamnuniyat bilan aytaman, Urganch davlat pedagogika instituti yosh bo'lishiga qaramasdan ancha ilm sohasida shijoati bilan ancha yuksak marralarga, cho'qqilarga erishib, xalqaro tajribalar va hamkorlik masalalarini yaxshi yo'lga qo'yganligi va mana shu konferensiya jarayonida bu faoliyati va tajribalarini ham o'rtoqlashganligini ta'kidlab o'tishimiz maqsadga muvofiq deb o'ylayman.